Go'zallarim, mana yaxshimisizlar? Bugun menga zakazlarim keldi, qaranglar. Bu zakazimni sizlar bilan ochib ko'rmoqchiman, chunki bu zakazimda meni kompaniya tarafidan menga atigi 1 rubl evaziga fen podarka qilib jo'natishgan. O'shani birgalikda ochib ko'ramiz. Qaranglar, bizga shunday akkuratni qilib jo'natishadi. Jo'natayotganda mana bu yerda har bittamizning ismimiz, familiyamiz va telefon raqamlarimiz bilan jo'natishadi. Bizga kuryer olib kelib beradi. Men kuryer dostavkadan foydalanaman. Bismillah. Qaranglar, bu yerda bizga eng avvalo bu yerda nimalar borligini hammasini jo'natishadi. Men hozir bu yerda olgan mahsulotlarim 4827 rubllik bo'ldi. E'tibor beringlar, qancha mahsulot kirgan va menga qancha mahsulot kelgan. Eng birinchi navbatda qaranglar, mana bunday chiroyli fen menga podarkaga kelgan. Hozir buni ham ochib ko'ramiz. Keyin undan tashqari bizga katalog ham qo'shib jo'natishadi. Bu yerda qanday aksiyalar bo'lyapti, qanday skidkalar, qanday atirlar aksiyaga, skidkaga tushgan, qanday mahsulotlar arzon podarkaga kelyapti, o'shalarni bizga bilishimiz uchun katalog ham qo'shib zakazimizga jo'natadi. Har bitta zakazda katalog bo'ladi. Keyin men eng yaxshi ko'rgan hozirgi issiq havoga to'g'ri keladigan mana shunday qaranglar. Bu yerda qovunli sovun, bu yerda bo'lsa malina va miyata bilan aralashgan malinali sovun. Buni hozir sizlarga bittasini ochib ko'rsataman. Juda ham hidi ham приятный qizlar. Qaranglar, buni ichini mana shunday skraplari bor, shunday skrapli, chiroyli, hidi вообще zo'r. Ko'p vaqtga yetadi. Bu 75 milligramlik sovun, juda ham uzoq vaqtga ketadigan, juda ham miyatli, hidi juda ham приятный sovun. Undan tashqari bu yerda men eng yaxshi ko'rgan fransuzskiy eklat atirlarimdan keldi. Qizlar, bu atirlar kamida 1000 rubl evaziga kelyapti. 950 ming rublga olasizlar mana shunday zo'r atirlarni. 50 milli jenskiy. Qaranglar qizlar, men buni o'zim ishlatganman. Mana shunday ko'rinishda buni ichida qolmagan, o'shaning uchun hozir skidkada 950 ming rublga kelayotgani uchun sraz ikkitani zakaz qildim birdaniga. Вообще zo'r hidi. Keyin menda hozir Posses atirlari keldi. Ko'pchilik buni yaxshi biladi, bu Posses atirini. Posses Muskoy parfyumerniy aromat. Hidi вообще zo'r qizlar. Agarda kim olmoqchi bo'lsa, bu 75 milligram Muskoy parfyum. Buni puli qanchaga kelyapti? Bu hozir где-то 2800-2600 boring 3000 rubllar shu atrofida olib bilasiz. Undan qimmat emas, chunki bu o'zi aslida skidkaga tushmagan paytida 4400 rubldan kelayotgandi. Skidka bo'lgani uchun birdaniga ikkitani oldim. Mana bu sovunlarni aytib o'tmadim. Bu sovunlarga bizga 80-85 rubldan keladi. Keyin bu yerda menda aksiyada ko'rsatganimdek mana shu tonalka